17-qism. Qadrdonlar, bu safar men videoni turli suratlar, grafika va maxsus effektlar bilan to'ldirmaslikka ongli ravishda qaror qildim. Sizni chalg'ituvchi vizual shovqinlardan asramoqchiman. Ko'zlaringiz bilan tomosha qilib chalg'ishingizni emas, balki butun e'tiboringizni mening ovozimga va nutqimga qaratishingizni xohlaganim uchun. Chunki aytadigan gaplarimni qalb bilan tinglashingizni istayman. Ko'zlaringizni kerak bo'lsa yumib oling va albatta diqqat bilan quloq tuting. Bu bilimlar hayotingizni butunlay o'zgartirib yuborishiga aminman. Agarda ushbu gaplarimni ma'nosini sokinlikda mag'zini chaqolsangiz. Bu rolikda biz ko'zlarimizning eng katta sirini ochamiz. Biz soxta tizim yaratuvchining ilohiy in'omini qanday qilib la'natga aylantirayotgani va insonlar hayotini qanday barbod qilayotgani haqida gaplashamiz. Biz ko'zlarimizga ishonib butun dunyoni ko'ryapmiz deb o'ylashga o'rganganmiz, ammo bu katta bir aldovdir. Inson ko'zining imkoniyatlari cheklangan, u ma'lum bir piksel doirasidagina ko'radi. Eng muhimi, yaratuvchi ko'zlarimizga ingichka bir energetik parda tortib qo'ygan. Keling, mantiqni yoqamiz. Bu parda nima uchun kerak? Bu jonimizning ichki himoya tizimidir. Atrofimizda parallel olamlarda hayot qaynamoqda. Yonimizda turli mavjudotlar yuradi, lekin biz ularni ko'rmaymiz. Hatto inson vafot etayotgan lahzada u jon tanani yorug'lik tezligida tark etganda ham biz buni payqashga ulgurmay qolamiz. Ko'zimizdagi o'sha parda yo'l qo'ymaydi. Agar biz bu yashirin dunyoni tayyorgarliksiz ko'rganimizda edi, insoniyat vahimali qo'rquvdan shunchaki aqldan ozgan bo'lar edi. Ammo ba'zida bu parda yirtiladi va shunda tizim o'sha insonga shizofreniya degan tashxisni yopishtiradi. Keling, bu kasallikning niqobini yirtib tashlaymiz. Aslida nima sodir bo'ladi? Bunday insonlarda 3-ko'z to'satdan ochilib ketadi. Bu kasallik emas. Bu Allohning bergan ilohiy in'omidir. Insonning ichki tebranishi qay darajada bo'lsa, u o'ziga mos mavjudotlarni, boshqalardan yashirin bo'lgan olamni ko'ra boshlaydi. Va shunda ko'pchilik insonlar qo'rqib qoladi, tushkunlikka tushadi. Rasmiy tibbiyot esa noma'lum ravishda uni darrovda jinni deb e'lon qilib qo'ya qoladi. Va qarang, bu soxta tizim ularni qanday shafqatsizlarcha mahv etadi. Ularni shifoxonalarga xuddi qamoqxonaga, xuddi katakka qamaganday qamab qo'yishadi. Oylab, yillab ularni toza havodan, quyosh nuridan va musaffo efirdan mahrum qilishadi. Vitaminlar va tiklanish o'rniga ularni og'ir kimyoviy dorilar bilan to'ldirib, tunu kun faqatgina uxlatib qo'yaverishadi. Ya'ni maksimal bloklashadi. Butun asab tolalarini, sezish nuqtalarini zo'rlik bilan bloklab, tizim insonni shunchaki tirik murdaga aylantiradi va vayron qiladi. Qadrdonlarim, agar sizni yaqinlaringiz yoki qarindoshlaringizda shunday 3-ko'z ochilishi kuzatilsa, sizga tavsiyam shudir. Ularni hech qachon bu tizim qo'liga topshirmang. Ularni katakka qamab, kimyo bilan zaharlashlariga, ularni tiriklayin o'ldirishlariga yo'l qo'ymang. Yaqinlaringiz bilan ruhiyati vayron bo'lgan manyaklar, jinoyatchilar va tajovuzkor manipulyatorlarni jilovlaydigan psixoterapevtlar bilan qoldirmang. Ya'ni shu psixoterapevtlar emas, aynan haqiqiy psixolog mutaxassislar ishlashi shart bunday yaqinlaringiz bilan. Siz yaxshilab tushunib oling. 3-ko'z ochilganda ruhiyat vayron bo'lmaydi. Bu insonning mutlaqo boshqa, yuqoriroq rivojlanish bosqichiga o'tishidir. Bu Allohning bandasi uchun ochgan navbatdagi ilohiy eshigidir. Ammo odamlar bu eshikni zo'rlik bilan yopib tashlashadi, chunki butun tizim teskari qurilgan. Psixoterapevtlar umuman bunday klinikalarda ishlamasligi kerak. Ularning joyi militsiya va huquq targ'ibot organlari bilan uzviy hamkorlikda, ya'ni ruhiy nosog'lom jinoyatchilarni jamiyatdan ajratish va jilovlashdadir. Ya'ni to'g'ridan to'g'ri psixikasi, ruhiyati buzilganlar bilan. 3-ko'zi ilohiy in'omi ochilgan insonlar bilan esa faqat va faqat psixologlar ishlashi shart. Psixolog degani ruh bilan ishlaydigan mutaxassisdir va bunday insonlar uchun mutlaqo boshqa sifatdagi klinikalar va markazlar ochilishi kerak. U yerda esa hech qanday kasalxona muhiti bo'lmasligi shart. U yerda yashnab turgan o'simliklar, musaffo toza havo, ko'zni quvontiradigan yorqin tabiiy ranglar va mutlaq uyg'unlik, garmoniya muhiti hukm surishi lozim. To'g'ri, bugungi kunda bunday to'g'ri tizimni va bunday shifo maskanlarini topish xuddi maishiy muammolardan nariga o'tolmaydigan 99% oliy ma'lumotli psixologlar ichidan haqiqiysini topish kabi juda qiyin. Ammo olam va koinot qonuniyatlarini tushunadigan, barmoq bilan sanarli haqiqiy ustozlar bor, topiladi. Shunday insonlarni izlab toping. Allohdan yangi in'omini olgan, yangi ularga ochilgan eshikka to'g'ri kira olishi uchun, to'g'ri dalda bo'la olishi uchun bunday odamlarni faqat tinchlantirish, ilk qo'rquvini olish va ularga koinot qonunlarini tushuntirib, bu ilohiy in'omga moslashishga yordam berish kerak.
Agar ular Allohning bu in'omini qabul qila olib, ichdan kuchli bo'la olishsa, qolgan insonlarga juda katta foyda keltira olishadigan insonlar bo'lishadi. Yaqinlaringizni asrang. Men shaxsan o'zim huquqshunos, numerolog, psixolog, astrolog sifatida va hattoki ijodkor sifatida har qanday achchiq haqiqatning ko'ziga tik qarashga o'rganganman. Ichki sofligingizni asrang, tizim ruhingizni bo'g'ishiga yo'l qo'ymang, yaqinlaringizni sindirishiga yo'l qo'ymang va Alloh omonat bergan yaqinlaringizni va hattoki o'zingizni, muqaddas tanangizni qadrlang. Uyg'oning, rulda mudramang, uxlab qolmang yana. Haqiqiy osmon qoidalari, Allohning qonuniyatiga qayting. Dunyo xayollarda, lekin osmon haqiqati ochildi. Astro platforma Chengiza.com. Haqiqat maskani shu yerda. 13 ta burj, haqiqiy osmon o'lchami. O'zingni tani, to'g'ri qadam tashla. Taqdiring bilan do'stlash. Astro platforma Chengiza, bu yo'lda senga madadkor. To'g'ri qadam tashla. Uyg'on va o'zligingni angla.